Assalomu alaykum. Bugun murojaatimdan maqsadki, men mana shu yerda o'zbek tilini, ya'ni o'zbek zabonini tushunadigan barchaga iltimos bilan chiqyapman. YouTube kanalimda 1-2 kun bo'ldi ochganimga. Maqsad shundan iboratki, iltimosim sizlardan iltimos so'rab qolaman, yana opa-singillar, aka-ukalar, qarindoshlar, do'st birodarlar. Iltimos shu kanalimning rivoji uchun bir yordam qilingizlar. Masalan, bir podpisatsiya qilib, klass bosib turingizlar. Iltimos, ertaga bir sizlarga manfaatli, bir foydali videolar chiqarishda davom etamiz. Bir rivoj uchun bir iltimos sizlardan. Shu podpisatsiya qilib klass bosib tursalaringiz. Qo'lmurodov yo'lchi kanali 1-2 kun bo'ldi ochganimga. Men o'zim kolxozavodlikman, Tashroboddan. Kim taniydi, taniganlar men sho'lman deb, masalan, ismini, familiyasini aytib yozib ketsa, masalan, men hozir Moskvada bo'lsam, ko'p yerda ishladik. Mana 10 yil, 12 yil, 13 yildan beri Moskvaga kelib ketamiz. Kimlarmandir necha O'zbekistonlik, mana necha Qirg'izistonlik ayollar, qizlar bilan, masalan, erkaklar bilan, O'zbekistonlik necha bilan ishladik. Masalan, shularga duch kelamanman. Kim taniydi, tanimaydi, masalan, mening o'zbek zabonimda tushunadigan barchaga iltimos deb qolaman. Shu podishka qilsalaringiz, kelajakda nasib bo'lsa meni bir rivoji uchun kanalimning shu foydali videolar chiqarib, manfaatli videolar chiqarib, sizlarga bir xalqqa, ya'ni xizmat qilaman degan maqsadda kanalimni ochdim. O'zim qaror qildim 1-2 kundan oldin. Videolar qo'yganman, korotka, kimgadir qiziq, kimgadir qiziq emas. Masalan, men o'zim imенно shunday insonmanki, qaysi kanalga kirmayin, nimaga kirmayin, masalan, klass bosib, podpisatsiya qilaman, kim bo'lishidan qat'iy nazar, maqsad qo'yishdan maqsad ulardan bilaman-ku, men nima uchun kiryapti, nima uchun shu videolarni qo'ygan. Maqsad shu yerdan ko'rsam, bir-birimizni podishka qilsak, bir masalan, bu yerda hozir O'zbekistonlik, masalan, Tojikistonlik, Qirg'iz, Qozoq, masalan, biz buni esengi davlatlari bir olib qaraganimizda, masalan, mening zabonimni, o'zbek tilida gapirayotgan zabonimni tushunadigan insonlarga aytaman-da, maqsad bir davlatdan maqsad bir Tojikiston bo'ladigan bo'lsa, где-то mana hozir 11 million, 13 million aholi bordir. Shundan 1000 kishi, 2000 kishidir YouTube'ga shunday kanal ochgandir. Shular bir-birimizni podpisatsiya qilib, bir-birimizga klass bosib, shunday qilsak ham, masalan, biz tarqatamiz, o'zimiz podishka qilamiz. Blogerlar ham maqsad. Men bloger deb hisoblamayman o'zimni hali. Maqsad shunday demoqchiman-da. Maqsad mana O'zbekistonda aholi ko'p. To'g'ri, bloger ham ko'p maqsad. Shuning uchun men ham qo'limdan kelgancha klass bosaman, masalan, podpisatsiya qilyapman, to'g'ri kelyapti masalan. Kim to'g'ri kelsa, qanday video qo'yishdan sabab, maqsad u hali yo'nalishini bilmaydi. Chunki yetarli uning podpischiga yo'q. Uning yetarli prosmotri yo'q masalanda. Shuning uchun u shunday nasib, ular ham rivojiga qarab, podpisatsiya qilgan odamlariga qarab, masalan, shuncha qancha odam ko'payaversa, shuncha unga odamga bir dalda bo'lar ekanda, masalan. Shuning uchun shunday dalda bo'lib bir-birimizga podishka qilsak, hech qachon bu dunyoda kam bo'lmaymiz. Ag'in do'st birodarlar. Mana hozir men musofir yurtdaman. Iltimos murojaat bilan chiqqanim. Masalan, shu yerda hozir imkoniyat bor. Men bir dachada ishlayman. O'zim 1 yildan beri. Yana nasib bo'lsa mana kelajakda yana sizlarga qanday dachadan ish topish kerak. Masalan, qaysi programma orqali qanday gaplashish kerak, nima ishlar qilinadi. Mana shu hammasini asta-sekin kim savoliga qarab videolar qo'yib boraman. So'raganiga qarab. Masalan, telefon nomerimni qo'yib ketaman. Agar kim musofir yurtda
masalan kim musofir yurtda bo'lsa, yo Tojikistonda, yo kelmoqchi bo'lsa, yo O'zbekistonda, yo Qirg'iziston, Qozog'iston farqi yo'q. Zabonimni tushunadigan insonlarga-da aytyapmanki, kimgadir shunday dachalarda sadobnitsa yolg'iz o'g'il bolami, qiz bola kerakmi ishga yoki семейный para kerakmi? Shu ishlarni promoy xazayin. Agentstva ham ko'p, to'g'ri, agentstvalar orqali ham ko'p kishi ishlagandir, mumkin topgandir. Men ularga o'zim ishonmayman. Chunki o'zim ham через Google topganman bu ishni. Undan keyin esa Avito degan programma orqali hozir ham ishlataman. Masalan, bir-ikkovga ham yordam qilganman, ish topib berganman, joylashtirganman ham. Shunday yordamlar kerak, masalan, qanday dachalarda nima ishlar qilinadi. Masalan, imенно hamma dachada har xil ish bo'ladi. Masalan, bezdakimit odamlarga ham bezdakimit ish topib berish mumkin. Shunda chiqadi-da, bezdakimit ham ishchi oladi. Masalan, Krotniy, Gostinlik, dam oladigan joylar masalan bor. Shunday joylarga oladi. Masalan, yordam qilishi mumkin. Shunday qiynalib yurganlar bor. Albatta, rivojim ko'p bo'lib, maqsadim bu podpischigim ko'p bo'lsa, ko'p kishi ko'radi, ko'p kishiga foydasi tegadi. Shuning uchun hali chiqarganim yo'q unday narsalarni. Shuning uchun rivojga qarab, hatto bir 1000 kishidan oshadi, bu podpischigim, prosmotrim bir 1000 kishidan oshsa, masalan, shular uchun qo'ysang, bir foydasi tegadi degan umiddaman. Hammasini bugungi ishim nima ish qilaman, ertaga nima ish qilaman, hammasini qo'yib boraman. Kuzatib boringizlar. Iltimos sizlardan klass bosib, podpiska qilib, podeshka qilib turingizlar. Qayerda ishlayman va qanday joylarda ishlayman, qanday qilib ishlash kerak, nima ishlar qilinadi dachada aslida. Sadomlik ishi. Masalan, ko'p kishi o'ylardir, yotadi faqat. Xayolda mumkin shunday narsalar bor. Mumkin o'ylaydiki, endi dacha ishi yengil deydi. Masalan, qiyini ham bor, vaqt soat keladi, qiyinchiligi ham bor, vaqt soat keladi, yengil ham ish bo'ladi. Oylik ishda masalan bu zilka emas, yo urra ishlagali. Shuning uchun hozirgi murojaatimdan uzr so'rayman oldindan. Iltimos shu rivoji uchun iltimos yana bir bor, shu podeshka qilib tursalaringiz. Masalan, tanishlarim ko'p, masalan, mana hammaning ham do'st birodarlari bor, mening ham do'st birodarlarim bor, sinfdoshlarim bor, ag'aynlarim bor. Hammalaringiz musofir yurtda inson bir o'zim millatim, agar o'zbek bo'lsam, bitta o'zbek emas, masalan, qirg'iz ko'raman, tojik ko'raman, masalan, qozoq ko'raman. Endi musofirda yuribdi-ku ular ham. Shular ham endi shu yerga kelganlar tushunadi. Masalan, shu yerda yurgan tushunadi bu narsalarni. Insonlar qancha bo'lsa, bir-biriga podeshka qilib, bir-biriga yomon ko'z bilan qaramaydi menimcha. Mening ko'nglim shundayda. Yomon ko'z bilan qaramayman. Masalan, kimga iloji bo'lsa yordam qilgim keladi. Shuning uchun bir yordam qilsalaringiz menga bir rivoji uchun kanalimning nasibsa yaxshi bo'lib, podpischigim ko'payib, bir yaxshi rivojga chiqib olsam, sizlarga bir foydam tegadi. Inshaalloh harakat qilaman. Shular uchun, sizlar uchun. Mendan qaytmasa Allohdan qaytadi. Hammamiz bir-birimizga podeshka qilsak, bu podeshka yaxshi narsa-da. Kimdir meni podeshka menam ko'p narsa bitib ketadi. Ko'pchilik menam hamma birdamlik menam ko'p narsa bitadi. Ko'p narsa qilsa bo'ladi. Rahmat, omon bo'lingizlar. Ko'p gapirganim uchun uzr. Mumkin vaqtlaringizni olgandirman, vaqtlaringizni olganim uchun va uzr. Shu kirib bir podeshka qilib turingizlar, iltimos sizlardan. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar.